Bolani odamovi qiladigan 3 ta odat. Bugungi kunda ota-onalar farzandim nega boshqalar bilan aralashmaydi, nega u yolg'iz bo'lishni afzal ko'radi degan savol bilan ko'p yuzlanishmoqda. World Health Organization ma'lumotlariga ko'ra, bolalarning 30% da ijtimoiy chekinish, ya'ni odamovilik holati kuzatiladi. Bunga ko'pincha oiladagi mayda ammo kuchli ta'sir ko'rsatuvchi 3 ta odat sabab bo'ladi. Masalan, bir bola mehmonga kelganda doim onasining orqasiga bekinadi. Otasi esa bolam uyalyapti deb o'ylaydi, lekin aksincha, bola o'z fikrini bildirishdan qo'rqyapti. Chunki u har safar kirganda jim o'tirsang bo'lmaydimi degan so'zlarni eshitgan. Bu tariqa bola sokinlikni xavfsizlik deb o'rganadi. Ilmiy nuqtai nazarda Harvard Medical School olimlari shuni aytishadi. Bolani tez-tez tanqid qilish yoki uning his-tuyg'ularini inkor etish miyada fear response, ya'ni qo'rquv markazini faollashtiradi. Bu esa bola uchun ijtimoiy muloqotni xavf sifatida qabul qilishga olib keladi. Oxford University tadqiqotlariga ko'ra esa ota-onasi hissiy sovuq bo'lgan bolalarda empatiya neyronlari 25% kamroq faollik ko'rsatadi, ya'ni ular boshqalar bilan aloqa qilishni qiyin his qilishadi. Shu bois psixologlar ogohlantiradi. Bolani odamovi qiladigan 3 sabab: uning his-tuyg'ulari e'tiborsiz qoldirilishi, haddan ortiq tanqid qilinishi va ijtimoiy vositalardan himoya qilib, uni doim uyda saqlash. Shunday ekan bizda savol tug'iladi. Farzandimizning sokinligi bu uning tarbiyasidan dalolatmi yoki bo'lmasam qo'rquvidan dalolatmi? Biz esa bu savolimizga javobni mutaxassisdan olamiz. Farzandingizning insoniy fazilatlar egasi qilib tarbiyalashning 3 ta odati haqida gaplashamiz. Farzandimizni nafaqat bilimli, balki odil, mehribon, aqlli va mas'uliyatli inson qilib voyaga yetkazish biz ota-onalarning asosiy vazifasi hisoblanadi. Buning uchun biz o'sha farzandimizni insoniy fazilatlar egasi qilib tarbiyalashda quyidagi 3 ta odatlarga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Bunda farzandimizga hurmat qilish odobini o'rgatishimiz kerak. Bunda hurmat qilish insoniyatning asosiy insoniy fazilati hisoblanadi. Bolalar, ota-onalar, kattalar, tengdoshlari, o'rtoqlari, do'stlari va atrofidagi barcha shaxslarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lish bu albatta biz kattalar tomonidan bolalarga o'rgatiladigan vazifa hisoblanadi. Mana shu jarayonga misol bilan qaraydigan bo'lsak, agar bizning farzandimiz ota-onasiga, kattalarga, aka-ukasiga yoki atrofdagi barcha shaxslarga, odamlarga assalomu alaykum, rahmat, iltimos kabi so'zlar bilan munosabatda bo'ladigan bo'lsa yoki murojaat qiladigan bo'lsa, bu albatta mana shu fazilatlarga qo'yilgan ilk qadam hisoblanadi. Mehribonlik va rahm shafqat ko'rsatish odatiga to'xtaladigan bo'lsak, bunda mehribonlik bu odamning qalbini yoritadigan fazilat hisoblanadi. Bu agar boshqalarga yordam berish, ularning his-tuyg'ularini tushuna olish, qalban his qilish, ular kichik ehtiyojlarini qondirish, ularga yordam berish odatini singdirib borishimiz kerak bo'ladi. Bu jarayonda bola uyda o'sha kichik singlisiga yoki ukasiga o'yinchoqlarni o'ynashda yoki taxlashda yordam berdi, unga yordam qo'lini cho'zyapti yoki kiyimini kiyishga yordam qo'lini cho'zadi. Bu uning shu insonparvarlik fazilatlaridan darak beradi. Shuningdek, 3-odat sifatida vijdon va halollik odatini oladigan bo'lsak, bunda bolaga xato qilganda uni tan olishga o'rgatishimiz kerak. Yolg'on gapirmaslikka, haqiqatan o'sha narsani bola o'zim qildim deb ayta olishga o'rgatishimiz kerak. Mas'uliyatni o'z zimmasiga olish odati ham bu mana shu vijdonlilik, halollikdan darak beradi. Chunki bolalarimiz bizni, kattalarni, shuningdek ota-onalarni har bir xatti-harakatini, har bir gap so'zlarini kuzatib boradi. Mana shu har bir xatti-harakatimizda bolalarimizga yaxshi odatlarimiz bilan namuna ko'rsatishimiz kerak. Agar biz xatti-harakatlarimiz bilan shaxsiy namuna ko'rsata olsak, bizni farzandimiz rostgo'y, halol, adolatli, atrofdagilarga nisbatan hurmat ko'rsata oladigan, mehr ko'rsata oladigan kelajakda bir yetuk shaxslar bo'lib yetishadi.